Assalomu alaykum podpischilar. Sho'rag'am mechit. Shunun yanında xudo xolasa mashinalaringiz ajoyib etib düzdürtib ketsangiz bo'ladi. Toza ochildi. Nar tuning. Bu yerda elektrik ishlari bo'lama, tonirovka ishlatasizlarmi? Hamma narsalar xudo xolasa ishlab beraveradilar. Podpischilar bilasizlar bu sizlarga eng zo'rlaridan topib qo'yaman. Xudo xolasa normal senalarda garantiyalar bilan ishlab beraveradilar. Manzil ina Sho'rag'am mechitning yana. Nar tuning. Telefon nomerlari ham bor. Hozir tonirovka bosib turibdi. Azamat jo'ram. Tonirovka ishlaydi. Jo'ra tonirovkalari necha bosib turibsan, necha so'm bosib turibsan? Tonirovkalar orqalari bu 250 ming so'mdan 500 ming so'mgacha 5 xil tonirovka bor. Har xilidan bor, ha? Yani gazalar o'z bilan ko'rmayinsa, uning farqini barmaydi, ko'p odam. Senada senasini emasga, so'zlashtirani bosib beramiz, masalan, Globoid kishga 450 ming, 550 ming, 650 ming so'zlashtirani ham shu turi bor. Sog'lom narsa bosib beramiz, yana qilib qolmaslik uchun ozgina bosilmagan, yana ahvolga qarab, shuni ahvolga gap qolmaydi. Hamma ishni 1 yil garantiyasi bor. Oyoqda aylan, ha? Garantiyalari bor. Elektrik xizmatlarimiz ham bor, bemalol. Liboy mashina chiqaramiz, inamarika o'zlarimizga ko'nasi, tozasi farq yo'q. Xudo xolasa cho'tka deb ishlab berasizlar, ha? Bizning kanaldan kelsalar, mening kanalim 4 kilo zo'rda bayt kelsalar, normal deb ishlab berasizmi o'zlari? Skidkisi bor. Aha, bo'ldi, inshu bo'layni. Havo. O'zim ham ina o'tgan yil 1 yil bo'ldi ishlatganim. Meni tonirovkalarni ishlab berib qo'yibdi. Ishlasa bo'lgani yo'q hali. O'zim ham shu yerga ishlataman mashinamni, ajoyib. Elektrik ishlari ham bor, masalan, liboy bir boshqa ishlar bo'lsa ishlab beradi. Yine elektrik bola, Rahmatjon degan bola, o'sha bola ishlaydi. Hozir rulchi qo'l ishlab turibdilar. Xudo xolasa bularni tikib beradilar, cho'tka deb bular ham. Deb oyoqdagilarni ham ishlab beradilar. Cho'tka deb kelaverasizlar. Sizlar eng yaxshilarini qarab bermam, ku bilasizlar podpischilar. Yine bu tonirovkalar yine. Başka aksesuarlar ham bor o'xshaydi bu yerda. Mashina uchun. Tak. Bu yerda mashina gulishtirlarni, pulchi hollar bor ekan yine. Bu yerda nelar bor ekan? LED lampochkalar bor. LED lampochkalar. Yine bu novayda bu yo'lda o'chmaydi. Tak, signallar bor yine. Keyin kolonkalar bor. Xudo xolasa ajoyib etib ishlab beradilar ishlaringizni. Yine buni tonirovkalari o'zlarining. Kelaverasizlar, adresi ko'rsatdim. Ishqilib O'zbekistonda yurib turgan mashinalar hamma narsalar bor. Agar tuning etkitaman desangizlar ham cho'tka deb ishlab beradilar, xudo xolasa.